Falaq va Nas suralari yomon ko'zdan himoyalanish uchun eng kuchli quroldir. Alloh taolo Qalam surasining 51-oyatida payg'ambarimizga kofir bo'lganlar sizni ko'zlari bilan yiqitishga oz qoldi deydi. Unda savol tug'iladi. Shuncha odamlarning ichida bo'lsak, ularni nazaridan qanday himoyalanish mumkin? Birinchi yo'li, Falaq va Nas suralarini har kecha o'qish lozim. Ikkinchisi, muvaffaqiyatimizni birovga aytmaslik. Uchinchisi, ijtimoiy tarmoqda biror nimani ko'z-ko'z qilmaslik. Kim buni ko'rganda nimani his qilishini bilmaymiz-ku. Masalan, baxtli oilangiz bor va farzandlaringiz bilan tushgan rasmingizni tarmoqqa joyladingiz. Buni ko'rgan odamda esa bunday narsalar yo'q. Ularda hasad bo'lmasa ham ushbu rasmni ko'rib ozgina xafa bo'lsalar, shuning o'zi ko'z nazariga sabab bo'lishi mumkin. U odam hech qachon ziyon yetkazish niyatida bo'lmaydi. O'zi ham bunday qilayotganini bilmaydi. Shuning uchun himoyani Allohdan so'rashimiz lozim. Demak, keyingi oyat و من شر غاسق إذا وقب. va kirib kelayotgan qorong'ulik yomonligidan. Bu yerda nimadan panoh so'raymiz? Tun tushgandagi yomon narsalardan. Nega oyat tun haqida gapirmoqda? Chunki tunda noma'lum xatarlar, chayon, ilon va boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Yorug' payti atrofingizda nima borligini ko'rib turasiz, ammo qorong'u tushishi bilanoq bu holat o'zgaradi. Psixologik tomondan qarasak, tun bu yolg'iz bo'lish ekan. U paytda bir o'zingiz qolasiz, o'ychan bo'lib qolasiz. Hissiyotlaringizga e'tibor berasiz. Tunda inson ruhiy va aqliy jihatdan zaiflashadi. Shuning uchun Allohdan tun yomonligidan panoh so'raymiz. و من شر النفاثات في العقد. Va tugunlarga dam soluvchilar yomonligidan, ya'ni sehr qiluvchilar degani. Allohdan ularning yomonligidan panoh so'raymiz. Qadrli birodarlarim, sehrga yengil qaramang, ayniqsa nikoh masalalarida. Masalan, kimdir bir qizga uylanishni niyat qildi-yu, u qiz boshqasiga tegib ketdi. Hasad shu darajada kuchaydiki, o'sha odam nikohni buzish uchun sehr qiladi. Sehrning turlari ko'p. Menga hech nima qilmaydi deb o'ylamang. Sehr hatto payg'ambarimizga ham qilingan va u ta'sir qilgan. Shuning uchun bizga Falaq va Nas suralari kerak. و من شر حاسد إذا حسد. Va hasad qilgan hasadchining yomonligidan deb ayt. Hasadchi sizda bor narsadan xafa bo'ladigan emas, balki boringizdan ayrilishni istaydigan odam. Kimdir bir yaxshilikka erishsa, hasadchi qarab, u nega bunga erishdi deydi. Bu yomon ko'rishdan ham yomonroq. Bu o'zi anglamagan holda Alloh belgilagan taqdirga qarshi chiqishdir. Chunki bu ne'matni bergan zot Allohning o'zidir. Bunaqa fikrlash Alloh kimga yaxshilik berishni bilmaydi deyish bilan barobar. Alloh kechirsin. Shuning uchun bunday narsalar qalbning xatarli kasalligidir. Hasadchiga faqat tashqaridan qaramaylik. Bu o'zimizda ham bo'lishi mumkin. Masalan, bir nima olmoqchisiz, ammo otangiz parvo qilmayapti. Keyin siz o'sha narsani yoqtirmaydigan odamingizning otasi unga olib berganini ko'rasiz. Ana shu daqiqa siz uchun sinov. Biror kishi ichidagi his-tuyg'ularni to'xtata olmasligi mumkin, ammo agar siz bu tuyg'uga rozi bo'lmasangiz va uni amalga oshirmasangiz, unda sizda gunoh yo'q. Uni amalga oshirish nima degani o'zi? Bu o'sha odamga qandaydir tarzda zarar yetkazishga urinish yoki unga kulfat yetsa, ataylab xursand bo'lish demakdir. Islomda amalga aylanmagan xayol va hissiyot uchun gunohkor bo'lmaysiz.